2025-yil oktyabr oyidagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni boshlayapmiz. Boshlashdan oldin bank mahsulotlarini tanishtirib o'tmoqchiman. Hozirgi kunlarda Prezidentimiz 312-sonli qaroriga asosan PK 312 yuridik shaxslarga 1 yil aylanmasi bor tadbirkorlarga 100 million so'mgacha garovsiz 300 million so'mgacha garov ta'minoti asosida beramiz. Bundan tashqari 50 million so'm o'zini band qilgan fuqarolarga kiritimiz bor. Mahalla loyihasi 2 yil imtiyozli davr bilan 25% yillik stavka to'lash sharti bilan beriladi. Ayollarga 23%, erkaklarga 25% da beriladi. Bundan tashqari biznesga ko'mak kiritimiz bor. 17 million so'm beradi. Uchinchi shaxs kafilligi asosida u ham ishsiz fuqarolar. Bundan tashqari yaqinda chiqqan Prezidentimizni 60-sonli qarori bor. Yoshlarga tadbirkorligini yo'lga qo'yish maqsadida beriladi. 100 million so'mgacha o'zini band qilgan fuqarolarga 200 million so'mgacha 6 oy davomida o'sha tadbirkorlik qilib kelayotgan yosh fuqarolar, ya'ni 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan firmaning ta'sischisi yoki rahbari bo'lsa, o'sha fuqarolarga beriladi.